Kelganimga mana 47 yil bo'ldi. Qayerdan kelgansiz? Qo'qondan kelganman. Birga kelin bo'lib chiqqanman. Biz kelgan paytlarda endi bu qishloqlarimiz juda unchalik nima bas edi. Sharoitlar yaxshi bas edi. Mana endi buni prezidentimizda sharofati bilan, mana mahallamiz faollari bilan mana hozir yaxshi maktablar tushdi ekan, obodonchilik yaxshi bo'lyapti. Mana yo'llarimiz ravon, mana bolalarimiz ko'chadan uyga kirmayapti. Yo'llar yaxshi-da. Har kuni borasan buni ketyapman. O'zim bekarga tashlab chiqolmabsiz-da. Shu mashinalarga nima qilib o'tiribmiz-da, bolalarga qarab, hokimiyatdan kelganlarim yaxshi, hammasi yordam berishdi. Hokimimizga ham rahmat. Bir borganimizda mahalla hammamiz yig'ilib bordik-da. Endi yo'llarimiz notekis, mana qishloqlarimiz, maktabimiz tushirdi, maktab bo'ldi. Maktablarimiz yaxshi, mana 4-sinfgacha maktab qurib berishdi. O'sha hokimimiz ko'proq yordam berishdi. O'sha vakillari, hokimimiz endi prezidenti tumandagi vakili. Vakillari, prezident. Asosiy bu O'zbekistonimizda, yangi O'zbekistonimizda inson qadri degan tamoyilni natijasida onaxonlar shu yosh ulug'lar xursandmisizlar mana shu ishlardan? Xursandmiz, bo'lmasa prezidentimizga rahmat aytamiz. Mana umrlari uzoq bo'lsin, tan joylari sog' bo'lsin, mana yurtimiz tinch. Bizim ba'zi qishlog'imizning asboblari mana ko'rdilaring, obod bo'lib juda yaxshi bo'lib ketdi mana. Jahon taraqqiyot bankidan ajratilgan pul. Hokim bobomiz juda katta yordam qilishdi. Mana shu yo'llar juda chiroyli bo'lib, juda yaxshi bo'lib qoldi mana. Oldin qanaqa edi endi? Oldin mana biz yoshligimizda loy kechib masalaga borlar. Loy kechib. Shu esimni taraganimda shu 87-yil armiyaga ketgan bo'lsam, 89-yil armiyadan kelganda mana shu katta yo'llar asfalt bo'lgan. 30 yildan beri mana asfaltlangan yo'l. Mana yo'llarimiz ko'rdingiz. Juda tekis, juda sifatli bo'lib qoldi. Yoshlarimiz hozir bilmay qoldi. Yosh bolalarimiz har kuni ko'chada velosiped mingan boshlagan. Juda xursand. Avvalambor yurtboshimiz prezidentimiz sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin.